Hurmatli ota-onalar, 170 ball, 160, 150 ball bilan yuridikdan, jahon tillaridan, tashmidan yiqilgan farzandlaringiz hech qachon 60 ball, 70 ball, 80 ball bilan o'qishga kirgan, ya'ni kamiga grantga kirgan bolalar bilan solishtirmang. Sizni bolangiz kuchli bo'lishni xohladi, eng zo'r joyda o'qishni xohladi, shuning uchun ham eng zo'r joyga topshirdi. Farzandingizni hech qachon o'qishga kirgan qo'shni bolasi, ammasi, xolasi, amakisini bolasiga solishtirmang. Yiqildi degani bilimsiz degani emas. Kirdi degani bilimli degani emas har doim. 60 balldan kiryapti. Bilimli bu, grant. Farzand uchun eng kuchli dori nima bilasizmi? Bu sizni san qila olasan. Sen urinding, mana shu 170 gacha chiqding, 160, 150 gacha chiqding. Sen urinding, o'xshamadi, yana qila olasan. Shu yil bo'lmasa, kelasi yil sen qila olasan degan narsa farzand uchun eng katta dori hozir.